Assalomu alaykum. Bugun ko'rsatuvimiz davomida Tsindao Grand Prix turniri, Praga Yevropa ochiq kubogi musobaqalarining yakuni va kutilayotgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati haqida so'z yuritamiz. Shuningdek, dzyudo yulduzlari sahifasida o'z davrining qahramonlaridan birining hayoti va faoliyati haqida lavha bilan tanishasiz. O'tgan hafta dzyudo bo'yicha bir nechta xalqaro turnirlar bo'lib o'tdi. Muhimi, ularning ikkitasida terma jamoamiz a'zolari ishtirok etishib, kutilgan darajada natija qayd etishdi deyish mumkin. Ikkinchi tomondan esa bu natija yanada yaxshi bo'lishi ham mumkin edi. Keling, birinchi navbatda Chexiyaning Praga shahrida bo'lib o'tgan Yevropa ochiq kubogi haqida to'xtalib o'tamiz. Yevropada o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazayotgan jamoalar uchun Praga turniri juda qulay keldi. Shu sababdan bu musobaqada ishtirok etuvchi davlatlar soni 40 taga yetib qoldi va ular qatorida terma jamoamizning 10 dan ortiq a'zosi ham bor edi. 2 kun davom etgan turnirlarda sportchilarimiz kamtarona natija qayd etishdi. Ba'zi sportchilarimiz esa o'z vaznlarida ishtirok etishmadi. Natijalarni ko'rib chiqamiz. Terma jamoa murabbiylari o'quv yig'in mashg'ulotida bo'lgan sportchilarni Chexiya turnirida sinab ko'rdi. To'g'ri, ba'zi sportchilar vaznni qaytarmasdan og'irroq bo'lgan vazn toifasida ishtirok etdi. Ulardan biri Arslonbek Tojiyev 90 kg chorak finalgacha yetib bordi. Jarohatlardan qaytgan Davlat Bobonov esa bronza medal uchun bahs imkoniyatini boy bergan bo'lsa, xuddi shunday 5-natija Bahrom Botirovga ham tegishli. Turnirda 3-o'rinni qizlarimizdan 2 nafar qo'lga kiritgan Shukurjon Aminova 57 kg da, Erisxon Qurbonboyeva og'ir vazn toifasida va og'ir vazn toifasiga endi moslashib kelayotgan Muzafferbek To'raboyev ham eng yuqori vaznda 3-o'rinni qo'lga kiritdi va jamoamizga yagona oltin medalni 73 kg da Zamaxshari Bekmurodov keltirdi. Asosiy tarkibning katta qismi Yevropa turnirida va yig'inda ishtirok etayotgan bir paytda bosh murabbiy Aleksey Budilin 2 nafar dzyudochi bilan Xitoy turnirida ishtirok etdi. 73 kg og'irlikda jamoaning asosiy dzyudochisi bo'lgan Shahram Ahadov va og'ir vazndagi yetakchimiz Alisher Yusupovlar Tsindao Grand Prix turnirida qatnashdi. Natija yuqori bo'lishi mumkin edi, biroq bu safar yakun biroz omadsiz bo'ldi. Albatta, finalgacha yetib borgan Shahram Ahadovning natijasi bundan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin edi. Ammo hozircha kumush medal. Biroq og'ir vazn toifasida Alisher Yusupov bronza medal uchun bellashuvda raqibidan oldinda borayotib, so'nggi sonlarda imkoniyatni boy berdi va 5-o'rindan joy egalladi. Va terma jamoamizning asosiy tarkibida bo'lgan bu sportchilar hali mashg'ulotlarda ishtirok etishlari lozim. Turnirda esa yangilangan tarkib bilan ishtirok etgan Yaponiya terma jamoasi 1-o'rinni qo'lga kiritdi, 8 ta medal, Mongoliya, Fransiya, Xalqaro dzyudo federatsiyasi jamoasi a'zolari, Xitoy, Janubiy Koreya jamoalari ham yaxshi ishtirok etishdi. Eteri Leparteliani Gruziya dzyudosida yorqin yulduzga aylangan iste'dod. Bu dzyudochi Gruziya ayollar terma jamoasi tarixida ilk bor jahon chempionatining oltin medaliga sazovor bo'lgan dzyudochi hisoblanadi. G'alabalar bejizga kelmagan, chunki u sport va aynan dzyudochilar oilasida tarbiyalandi. Uning bobosi Soso Leparteliani o'z vaqtida Atlanta olimpiadasida bronza medalni qo'lga kiritgan.
1999-yil tug'ilgan dzyudochi o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi natijalari bilan tezda ko'zga tashlandi. Kadetlar o'rtasida Yevropa chempioni va yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatlaridagi oltin medal uning iste'dodidan darak berib turgandi. ...2019-yildan boshlab Grand Prix va katta dubulg'a turnirlarida qatnashgan sportchi bugungi kungacha bu kabi turnirlarda 13 ta medalga sazovor bo'lgan. Shu bois u 20 yoshidan boshlab kattalar terma jamoasi tarkibida ishonchli kurashishni boshladi. Yevropa chempionati, Yevropa o'yinlari va jahon chempionatlarida qo'lga kiritilgan medallar ham bugungi kunda ancha salmoqli ko'rinishga keldi. Yakkalik bahslarda qit'a chempionatining kumush va bronza medallarini qo'lga kiritgan bo'lsa, 2025-yil jahon chempionatida birinchi o'rindan joy oldi. Eng muhimi, Liparteliani bilan Gruziya Mix jamoasi ham kuchaydi. Aynan uning ishonchli kurashlari bilan jamoa jahon va Yevropa chempionatlarida oltin medalni qo'lga kiritdi. Ammo Olimpiada o'yinlari bu dzyudochi uchun ham omadsiz yakunlanmoqda. Parij va Tokio Olimpiadasida Eteri bronza medali uchun kurashda mag'lub bo'ldi. Ikkita Olimpiadada imkoniyatni boy berish albatta alamli, ammo endi 25 yoshga to'lgan dzyudochi uchun kamida yana bir bor imkon bo'ladi. Buni uning o'zi ham tasdiqladi. Men 2 bor Olimpiadada final bosqichiga yetib bordim. Birinchi bo'lib jahon chempioniga aylandim. Endi Olimpiadada ham birinchi degan nomga erishishga harakat qilaman. Shunda gruzin qizlari aynan dzyudoni yanada ko'proq oktyabr oyi dzyudo musobaqalariga boy bo'lib, taqvim rejasiga ko'ra 2 ta Grand Prix turniri va yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatlari bo'lib o'tadi. Keling, 5-8 oktyabr kunlari Peruning Lima shahrida bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga nazar tashlaymiz. Murabbiylar qarori bilan terma jamoa to'liq tarkibda ishtirok etadigan bo'ldi. 18 nafar dzyudochi 4 kun davomida yurtimiz sharafini himoya qiladi. Tarkib bilan tanishamiz. Aslida qaraydigan bo'lsak, tarkib yomon emas. Ularning ko'pchiligi o'smirlardan boshlab medallarni qo'lga kiritgan sportchilar. Qolaversa, yoshlar o'rtasidagi musobaqalarda, hatto kattalar o'rtasidagi musobaqalarda ham ishtirok etgan sportchilar bor. Umiddin Hikmatova, Fazliddin Rafiqov, Alisher Samanov, mana shunday sportchilar qatorida qolaversa Inoyat Tilmanov va qolgan ishtirokchilar ham o'z darajasida ishtirok etadigan bo'lsa, bu jahon chempionati yanada yuqori notada yakuniga yetadi. Xabaringiz bor, bungacha bo'lgan musobaqalarda jamoamizning eng yaxshi natijasi doimo oltin, kumush va bronza medallari bo'lgan. Bu haqda ham hali to'xtalib o'tamiz. Bu safar jamoa o'tgan yilga nisbatan yanada yaxshiroq natija ko'rsatishini kutib qolamiz. Muxlislar yodida bo'lsa, o'tgan yili yoshlarimiz Dushanbe shahrida o'tgan jahon chempionatida bitta oltin va 3 ta bronza medalni qo'lga kiritgan edi. 2022-yil esa bitta oltin, bitta kumush va 2 ta bronza medali terma jamoamizning shu kungacha ko'rsatgan eng yaxshi
Dzyudo yulduzlari sahifamizda yana bir afsonaviy sportchi bilan tanishamiz. U o'z mamlakatida birinchi nomini olganlardan biri hisoblanadi. Kubalik dzyudochilar shu kungacha Olimpiada o'yinlarida 5 ta oltin medalni qo'lga kiritgan. Bu borada ayollar natijasi yuqori hisoblanadi. Ya'ni 5 ta oltindan 4 tasi kubalik ayol dzyudochilar hisobiga to'g'ri keladi. 1996-yilgi Atlanta Olimpiadasida kubalik Driulis Gonzales 56 kilogramm og'irlikda oltin medalni qo'lga kiritib, kubalik dzyudochilar orasida chempion bo'lgan 3-sportchiga aylandi. 1973-yil tug'ilgan Driulis yoshligidan dzyudo bilan shug'ullanishni boshlagan. U juda tez ko'zga tashlandi va 18 yoshidan boshlab terma jamoa safida musobaqalarda ishtirok eta boshladi. Katta g'alaba esa 20 yoshda yuzaga chiqdi. U aynan shu yoshda jahon chempionatining bronza medali bilan taqdirlandi. Shundan so'ng dzyudochi jahon chempionatlarida 14 yil Kuba sharafini himoya qildi. Bu davrda u 3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medalni qo'lga kiritdi. Olimpiada o'yinlaridagi ishtirok etishlar esa yanada barakali bo'ldi. 1992-yil Barselona Olimpiadasida bronza medali bilan taqdirlangan qahramonimiz 1996-yil 23 yoshida chempionga aylandi. Keyinchalik Sidney va Afina Olimpiadalarida ham yetakchi sifatida e'tirof etilgan Driulis qaysidir ma'noda ishonchni oqladi. 2000-yil kumush va 2004-yil bronza medali bilan taqdirlangan Gonzales Kuba sportchilari orasida birinchi bo'lib, Olimpiada o'yinlarining 4 ta medalni qo'lga kiritgan sportchiga aylandi. 2020-yilga kelib esa bu rekord yangilandi. Ya'ni og'ir vazndagi Idealis Ortiz 4 ta Olimpiadada 1 ta oltin, 2 ta kumush va 1 ta bronza medali bilan natijani son jihatdan takrorlab, sifat jihatdan yangilashga erishdi. Shunday bo'lsa-da, qahramonimiz mamlakat dzyudosida shonli yo'lni bosib o'tgan Shunday sportchilar bo'ladiki, butun faoliyatida 10 dan ortiq yirik musobaqalarda medalni qo'lga kiritsa-da, erishgan natijalardan ko'ngli to'lmay, faoliyatini yakunlaydi. Ulardan biri Janubiy Koreyalik Kim Won Jin hisoblanadi. 1992-yil tug'ilgan Kim Won Jin koreyaliklarning yengil vazndagi eng taniqli dzyudochilardan biri bo'lsa-da, olimpiadalarda omadsiz ishtirok etgan sportchilardan biri sifatida bitta taskin bor. U jamoasi bilan Parij Olimpiadasining mixed bahslarida bronza medaliga sazovor bo'ldi. Aynan shu natija uning eng yuqori ko'rsatkichi bo'lib qoldi. Osiyo chempionatida 2 ta kumush, Osiyo o'yinlarida 1 ta bronza, Jahon chempionatida 2 ta bronza medallari bilan Janubiy Koreya terma jamoasi sharafini himoya qilgan dzyudochi o'tgan yili sport faoliyatini yakunladi. O'zbekistonlik dzyudochilar uchun bu yil o'tkaziladigan xalqaro musobaqalardan tashqari mahalliy musobaqalar ham borligini tasdiqlash joiz. E'lon qilingan taqvimga ko'ra kattalar terma jamoasini ham muhim musobaqalar kutib turibdi. Jumladan, oktyabr oyida Qarshi shahrida, noyabr oyida Urganch shahrida va dekabr oyida Toshkent shahrida O'zbekiston judo tur turnirlari bo'lib o'tadi. Shuningdek, kattalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionati bu yil noyabr oyida Buxoro shahrida bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Qolaversa, yosh guruhlar bo'yicha mamlakat birinchiliklari ham yil yakunida o'tkazilishi lozim. Demakki, barcha yoshdagi sportchilarimiz uchun mamlakat chempionati ham oson o'tmaydi. Chunki uning yakuni terma jamoa tarkibiga ta'sir o'tkazishi ham mumkin. Rejaga ko'ra mamlakatimiz miqyosidagi turnir o'tgan hafta Termiz shahrida bo'lib o'tdi. An'anaviy O'zbekiston judo tur musobaqasida bu safar yangi nomlar ham paydo bo'ldi. Jumladan, eng og'ir vaznda yosh Muhammadali Tangriyev g'alaba qozongan bo'lsa, qizlar o'rtasidagi yagona vaznda g'oliblik Shohista Nazarovaga nasib etdi. Yana ikki vaznda ham taniqli sportchilar Bobur Vajiyev va Alimardon Abdullahatovlar g'olib bo'lishdi.